Xo'p, bolalarda sariqlik bu tabiiy fiziologik holat hisoblanadi. Xo'p, bunda qondagi bilirubinning miqdoriga ko'ra bolaning rangi sarg'ayadi. Xo'p, normada vaqtiga yetib tug'ilgan chaqaloq sariqligi 14 kungacha ketishi kerak. Chala tug'ilgan chaqaloqlarda 21 kungacha ketishi kerak. Sariqlikni baholashga ko'ra 5 ta zonaga ko'rib, Kramer zonasiga qarab baholanadi. Birinchi, ikkinchi darajasini uy sharoitida davolasa bo'ladi. 3, 4, 5 darajalari agar bola emmasa, rangi o'zgarsa, bezovta bo'lsa, lanj bo'lsa, ovqatlanishi kamaysa, uni albatta ambulator sharoitda davolash kerak bo'ladi. Xo'p, sariqlikni davolaganda birinchi bo'lib shu qondagi bilirubin miqdori ko'riladi. Agar bilirubin miqdori baland bo'lsa, davo choralari boshlanadi. Eng samarali davo bu fotolampa hisoblanadi. Agar sizlarda ham sariqlik 21 kundan oshiq vaqt davomida ketmayotgan bo'lsa, pediatrga albatta murojaat qiling.